Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Toshkent Kazan Nabirejniy Musikamskiy yo'nalishlari bo'yicha qonuniy reyslar qidiryapsizmi? Unda bizning kompaniya aynan siz uchun Toshkent avtovokzalidan primoy reyslarimiz seshanba va juma kunlari amalga oshirilmoqda soat 18:00 da. Siz ham agar reysingizni amalga oshirmoqchi bo'lsangiz, bizga murojaat qilib tanlovda adashmang. Bundan tashqari Toshkent, Moskva, Cheboksar, Nijniy Novgorod yo'nalishlari bo'yicha ham dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari to'g'ridan-to'g'ri reyslarimiz Moskva shahrining Kotelnik metrosigacha yetib boradi. 3 sutkada avtobuslarimizda yetib olishingiz mumkin. Hech qanday xavf-xatarsiz 51 ta o'rindiqdan iborat. Ortiqcha odamlarsiz manzilingizga yetib olasiz. Hoziroq ekrandagi ishonchli telefonlarga qo'ng'iroq qilib, joylaringizni onlayn bron qilishingiz mumkin. Bizning avtobusimizda siz uchun yaratilgan barcha shart-sharoitlar, qulayliklar mavjud bo'lib, 2 ta monitor, 2 ta kuryer, zaryadchik moslamalari, qishni yozda ishlaydigan konditsionerlar. Undan tashqari siz o'zingiz bilan 50 kilodan 60 kilogacha yuk olsangiz bo'ladi. YouTube, Instagram, Facebook, Telegram kanallarimiz ham ishlab turibdi. Ularga yozsangiz ham savollaringizga batafsilroq ma'lumot beramiz. Hoziroq bizga murojaat qiling. Shoshiling, biletlarimiz soni cheklangan. Xayr, salomat bo'ling.